Qadimiy Movarounnahr tasavvuf vujudga kelgan va keng ildiz otgan o'lkalardan biri hisoblanadi. Aytish joiz, shu paytgacha jahon sharqshunosligida tasavvuf tarixi va ta'limoti keng o'rganilgan bo'lsa-da, turli mamlakatlar tadqiqotchilari mavzuga o'z davlati yoxud mafkuraviy doiraga ma'qul keladigan qarashlardan kelib chiqib yondashgan. Aksariyat xorijlik sharqshunoslar islom dunyosining boshqa mintaqalari qatorida Markaziy Osiyoda ham turfa maktablardan alohida tasavvuf maktabi shakllangani va yo'nalish taraqqiyotida muhim o'rin tutganiga e'tibor bermagan. O'zbek tasavvufshunosligida esa 9-10 asrlarda yashab o'tgan Hakim Termiziy ijodiga bag'ishlangan alohida tadqiqotni aytmaganda, o'lkamiz tasavvufi tarixi asosan 12-asrdan Yassaviya va Hojagon Naqshbandiya tariqatlari vujudga kelgan davrdan boshlab o'rganilgan. Avvalgi davr deyarli tadqiq qilinmagan. Yosh o'zbek tasavvufshunosi Komiljon Rahimov ushbu monografik tadqiqotlardagi bo'shliqni to'ldirish, o'lkamiz tasavvufining hanuz e'tibordan chetda qolib kelgan muhim davri 8-11 asrlarga doir tarixini yoritishga uringan. Eng muhimi, shu davrda boshqa mintaqaviy tasavvuf maktablaridan mustaqil Markaziy Osiyo tasavvuf maktabi shakllangani va rivojlanganini isbotlashga erishgan. Qadim Movarounnahrda o'ziga xos maktab bo'lgan. Ya'ni bu yerda tasavvufning ilmiy, nazariy kitoblari yozilganligi, bu yerda mana Buxoro maktabi, o'sha Buxoro Samarqand maktabi, xo'p, qadim o'sha Naqshab maktabi, ya'ni Qashqadaryo deymiz. Va mana shu maktablarimiz va uning namoyandalarini biz ochib berdik ilk marta. Ya'ni o'rta asrlarda bu yerda tariqatlargacha bo'lgan davrda ham bu yerda buyuk mutasavviflar, xo'p, tasavvufning nazariyotchilari bu yerda yashab ijod qilganligi va umuman tasavvuf tarixida o'chmas nom qoldirganligi bu kitobda bayon qilingan. Umuman Komiljon Rahimov tadqiqotlari xorijiy mamlakatlarda keng e'tirof etilmoqda. Masalan, uning Movarounnahr tasavvufi tarixi, Hojagon Naqshbandiya tariqati va 7 pir, Hojagon Naqshbandiya tariqati va iqtisodiyot monografiyalari shu kunga qadar Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Turkiya va Iordaniyada rus, tojik, qozoq, ozarbayjon, turk, arab va fors tillariga tarjima qilinib nashr etildi. Bu kitob Iordaniyada arab tilida chop bo'ldiki, arab olamini ham o'zimizni tasavvuf tarixi bilan oshno qilish va ular shuning uchun ham bu kitobga yuksak baho berib, buni darslik sifatida Iordaniyadagi o'sha barcha universitetlarda darslik sifatida buni ular qabul qilib, buni shunday ruxsat berdi-da, darslik sifatida. Chunki ular bizdagi Movarounnahr tarixini bilgan edi, lekin tasavvuf tarixini ular bilmas edi. Ayni mavzudagi so'nggi tadqiqot yangi izlanish va tadqiqotlar uchun turtki berishi, jumladan o'lkamiz tasavvufi tarixining chuqur o'rganilmagan davri, ta'limot vakillarining hayoti va ijodiy faoliyatini keng targ'ib qilishga xizmat qiladi. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamolov, Buxoro.